Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Qo'yish bozori Chinoz obunachilar. Bugun 2026-yil 25-fevral haftaning chorshanba kuni Yangiyo'l tumani Yangiyo'l bozor qo'y bozoriga o'tdik. Qo'ylarni yaqindan videoga o'qib, ketdik birgalikda. Boshladik. Assalomu alaykum, qo'shqor olaman deganlarga, qo'shqor ishqibozlarga, qo'shqor boqaman deganlarga nechta qoldi bugun? 5 ta qoldi. 5 bosh qo'shqorimiz qoldi. Xayr qo'ylar Zomin aka. Akalarim Jizzax viloyati Zomindan kelgan akalar mana. Sog'lom, qani joni sog'. O'rtacha bir hafta sinab beradigan joyi. Yemasa, ichmasa. Yeb ichmasa sinovga beradi. Ya o'lib qolib ketadi-da. Ha, aka bu o'rtacha tirik vazni nechga chiqadi bular? Mana qizillarni, qorani mana aka. 50 kilo. Tirik vazni. Ha, tirik vazni. 50 kilo plus minus. Xudoga narxi qanaqa bo'lyapti aka? 5 dan kam bor. 5 millionda xayri bor, to'g'rimi? Kami bor ha. Aka to'raziga berilaveradi bular? Xo'rozga beramiz endi. Qanchadan to'g'ri keladi? 85 lardan to'g'ri keladi-da bu. 85. Xayri bormi? Yo'q, ular xayri yo'q. 75. Yo'q, ularga to'g'ri kelmaydi. 76, 80. Tortib ko'rdim, 80 mingdan to'g'ri kelmadi. 85 ming to'g'ri keladi. Voy jonim aka. Aka qo'y olaman deganlar, xudo xolisa kelaverasizlar. Aka charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersangiz kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hormayli akalar. Mana bu sovulni qaranglar, aka. Vash katta ekan, tog'a. Yirik ekan, xudo xolisa. Bu bo'g'aza necha oylik bo'g'az? Tug'ishiga yaqin qolgan. Tug'ishi, lekin bo'g'aziga aniq. Yirik mana qaranglar. Vash katta. O'zi ham tirik vazni 100 tepasa 117 kilo chiqdi. Gap yo'q lekin mana. Hozir birda qo'y boqqan odam, xudo xolisa boqaman degan odamga zo'ri keldi. Xudo 117 kilo tirik vazni. Egi subin tog'a bu? Yakka tug'ada asosan. Narxi qancha so'rasiz bunga? 9,5 million qildi qo'yimizni, mana shu yirik sog'lig'ini bermadi, to'g'rimi? O'z qancha so'rayapsiz? 10 mi? 13. Ha, 13 so'rayapti ekanlar. 10 bo'lsa ketib qoladimi? Savdo bo'lsa xudo xolisa ham yurib yuborasiz. Haqiqatan zo'r o'qilgan ekan. Arashana bu? Toza arashan olaman deganlar bo'lsa toza arashan Yangiyo'l bo'ladi. Bo'ynida ham orqasidan juni yo'q. Bir xil, bo'ylari ham 81 bora, 91 bor atrofida. Tog'a charchamang, sog' bo'ling, savdoyingizni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Mana. Qo'zilar keldi. Har xil ekan aka. Necha oylik, necha haftalik, necha kunlik bular? 1 oylik. 1 oylik, 1,5 oylik, 2 oylik atrofida qo'zilar, qo'chqor sog'liq aka. Qo'chqor sog'liq, qo'chqor sog'liq. Addini bitta qo'chqor, bitta sog'liq, to'g'rimi? Egiz emasmi bular? Egiz emasmi deyman. Narxlari qanaqa bo'ldi narxlari aka? Ularga pul berib kerak. To'g'ridan. Ularda 3,5 dan kam. Qarang, maydalari 2 dan kami bor. Mana bulari yiriklari Bular 3 dan kam. 3 dan kam bor. Mana o'rtachalari 3 dan kami bor, bo'ldi. Xayr qo'ylari. Sirdaryo olib keldingiz. Qo'zilar. Bular mana bular ustimiz ekanlar. Ozgina e'tibor berish kerak, bo'ldi. Bozor narx qildimi aka bularni? Bozor har xil qilyapti. 15 qilyapti. Opti quyusi bir joyda 20 15 million qilyapti. 15 million qildi. Bermaysiz. Bir joyda hammasi 6 tani bir joyda 15 ga bermaysiz. Bu nima deymiz aka, charchamang, sog' bo'ling, savdoyingizni bersa, kuningiz xayrli bo'lsin. Okalar Yangiyo'l qo'y bozoriga mana bunaqa qo'ylar kelish boshladi. Akana. Bular 2-3 oylik qo'za, 3 oylik atrofida qo'zilar kelishib boshladi. Bular qo'shqor asosan. Sog'liq aralash ekan bitta hozir. Uzun mana qarang, uzun narsalar mana. Uzunlari kelyapti. Yebishi zo'r. Jami nechta bitta hozir? 3 6 8 ekan. Maydasi bor, yirigi qancha, maydasi qancha? Yirigi 38 dan. Maydasi 2 da 5,5. 2 da 5,5. Pul o'zi bilan bo'ladi. Olgan odam baraka topadigan qo'ylar, xudo xohlasa boqsa, mana ko'ryapsizlar. Uzun qo'zilar. Hojibo keldingizmi? Nechta olasiz Hojibo? Bozor qancha qildi? Hali ko'rib tanlab olish imkoni beriladi. Akalar kelasizlar, tanlab olasizlar. Aka charchamang, sog' bo'ling, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Akamiz o'zlari bilan Rashid akani. Aka charchamayapsizmi? El xizmati, ulug' ayyon kunlari bilan. Bu yerda asosan bo'g'oz sog'liqlar. Hammasi sog'liq. Eshitisham aka, bu yerda 15 ta shu qoldi hozir. Hammasi bo'g'oziga aniq, uzun narsalar mana. 12 ta qoldi. 12 bosh qoldi. Yeb ishlari zo'r. Bo'g'oziga aniq. Ha, 100%. Ye gap yo'q. Narxi qanchadan qanchagacha? Bir xilmi hammasi? Bular askarom 7,5 dan so'rayapman. Kami bor. Bu yoqda so'raladi.
Talashaveradi. Aka 7,5 million xayri bor. Xudo xolasa, bo'g'oziga aniq tug'dirib va egisi olgani yo'qmi ichida ajratib olamizmi yo bir xilmi hammasi? U endi xudoda. Peshana. Egisi olgani ko'p so'rayotganlar borda aka. Bozor qancha qildi Rashid aka buni? Buni 6,5. Hammani 6,5 ga bermadingiz. Bularni endi mana Men savdo bo'lyapti. Akalar yangi yo'lga kelsanglar, qo'y olaman akalarning bo'lsa, va Rashid aka o'zi uchasizlar, akam o'zlari. Shaka uchasizlar, mana Mashrab boy bor, bu yoqda mana. O'sha bolaga charchamanglar, ilk xizmatida. Qo'ydi zo'rlar originallari. Ana ring qilib qo'yishga ichida ona bolalar bor ichida buni. Hammasidan ona bola ham bor, bo'g'oz ham bor, hammasidan bor. mana qo'zi Aka charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolar kuninglar xayrli o'tsin. Bormanglar, assalomu alaykum, Ilhomboy. Ular ayam kunlar charchamaysizlarmi? Qo'ylar olib keldinglar. Asosan qo'ylar 3 ta va yirik qo'y. Bo'g'oz qisir. Bitta ona bola, ikkita bo'g'ozi bor ekan. Qarang, men bitta ona bola. Qani ona bola? Bolasi umi? Qo'chqarcha bola. Bolasi ona bola bu, ha? Mana ona bola. Yo'q, bu bo'g'oz bu. Mana onasi. Men bu bilan mana bolasi. Mana bolasi. O'rtadagi, mana ikkita kasidagi bo'g'oz ekan. Bo'g'oz qancha? Ona bola qancha? 8, 5, 10 so'rayapman. Ona bolaga 10, men bunga 8, men bunga 5. So'rayapman. Xayri bor. Xayri bor. Hammasi eshitganlar o'tirgan 7 million qilyapti bozor. 7 8,5 million qildi. Buni ona bola. 39 qildi men 5 millionini, 8,5 qildi ona bolani. Buni 71 qildi. 71, 7 million pulga bermadinglar. Mana. Xo'g'la ona bola olinglar, xo'g'la bo'g'oz, xo'g'la Bolasi qo'chqar. aylan, xo'las qo'shqorcha. Birinchi tug'ish. Birinchi bolasi. Gap yo'q. Ishonchli bolalar. Kelishaveradi. Ana bola olgan bol baraka topdi. Igi suvda haqiqatan qo'yib aka, charchamanglar. Sog' bo'linglar, kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hormanglar akalar, qo'ylarni qaranglar, baho beringlar aka. Chamamizda mana shu qo'ylarimiz tirik vazni 100 kg chiqadi aka. 90 kg chiqadimi? Aka, 90 kg chiqib qoladi. Mana bular chiqadi, kattalarni qarang. Ikkita yirigi bor ekan. Ular qanchadan yiriklar aka? 15 milliondan kami bor. Bo'g'oziga aniq. Men bo'lachi men maydalar. 7,5 dan. Ona bola qaysi biri ona bola? Men bu bilan mana bu bilan men bu ona bola ekan. Bolasi nima bolasi? Qancha bola ekan? 13 kam, 15 million kami bor, 13 million kami bor, 7,5 million kami bor. Men bu 7,5 million degan bu ham bo'g'oz bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Qayerga qo'yiladi? O'zimizni yangi yo'lga qo'ylar aka mana. Yebishlarda tanib, bozor qanday narx qildimmi? Agar sir bo'lmasa. Bir hali yopishmadi. Qo'ylar lekin sifat aka, sifatiga javob beradigan sog'lom qo'ylar. Ko'ryapsizlar, mana dahshatlarni. Oga charchamanglar, sog' bo'linglar. Savdolarni beraversin, kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Oga qanaqa zot aka bu? Arashan so'raganlarga Arashan aka mana. Bo'yi oga 91 bor-a? Aka bu 5 yashar jonivor ishimizga. 4 yosh. 4 yasharli, 2 yosh. ikki quloqlarni qarang, bitta quloqni ko'rsatgan qarang. Nima deysiz? Uzun ekan aka. Aka to'raja qo'yilmaganmi? Qayerga qo'yil? Zangiotani aka boqqan. Aka zotga ham bo'ladi, qo'shqor yana qassobga ham bo'ladi. 100 ga tepasi aka 100 ta. Aniq. Narxni qancha so'rasiz bunga? 15 so'ra. 15 xayri bor xudo xohlasa. To'g'rimi aka? To'raziga ham beriladimi? Bozor narx qildimi akajon? 11 ga bermadingiz. Ozgina qo'shsa 12 ga ketib qoladi lekin. Gap aka. Qo'shqor olaman deganlar bo'lsa, Arashan qidirgansiz, orqalarni ko'rib olsa, asringizda mana. Vash chutki yangi yo'l qo'y bozor. Qiziqarlarga telefon ham qo'yib ketasizmi aka? Ya qo'ymasang aka, charchamang, sog' bo'ling, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hormanglar. Qo'shqorlarga bitta baho berasiz. O'y, o'zingiz. Qo'chqorlar. Qayerga qo'ylar do'stim bu? Yangi yo'lga qo'ylar. Qancha so'rasizlar bularga? 10 dan kami bor. 10 milliondan so'ra kami bor ekan. Taroziga chiqqan chiqmagan bular. Chiqar bir 90 kg chiqib qolar. Atrofida bozor narx qildimi? 7,5 dan 15 ga bermadinglar. 16 bo'lsa ketadimi? 16 bo'lsa chamaga yaqinlashadi, malades mana. Qiziqarlar bo'lsa qo'shqorlama deganlarga zo'rlari kelgan, tanlab olsa bo'ladi. Taroziga beriladimi, bermaydi taroziga. Oyoqda faqat. Ha, charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersin, kuninglar xayrli bo'lsin. Charchamajigan. Assalomu alaykum, men qo'chqorni qaranglar. Voy, aka bu bo'yi ham 1 metrdan bor-a? 1 plus. Bu 1 manasi. Qanaqa zot aka bu? Arashanga Arashanga? Afg'on. Akalar, men Afg'on ekan, men bu yirik
Qo'chqorimiz ko'ryapsizlar, bo'yi 1 plus tushyapti. Taroziga qo'yilganmi yo'qmi? Taxminan 130 ta bor. 130 kilo atrofida, bunisi 110 kilo. Uzuni, arashani. Aka bular endi qancha narx qo'ydinglar, narxi qanaqa? Qaynatgan joyi bermayotgan joyi 11 ga 12 bermayapti. 11 millionga 12 million quvvat bermayapsiz, to'g'rimi? O'zi qancha so'rayapsiz? 3-6 ga 100. 1200 ga ketadi. 1100 ga ketadi. To'g'ri, taroziga berilmaydi, oyoqda faqat. Bular taroziga hisob. Taroziga bular faqat zot olaman deganlarga to'g'ri keladigan, sog'lom, yirik afg'onga arashan. Uzun qo'ylar mana. 100 kilo tepasi. Aka bu qiziqqanlar bor, olamanni qidirib yurganlar bo'lsa, nomer qo'yib ketamizmi? Xo'p, men sotib beryapman, to'g'risini aytaman. Ha, bo'ldi. Siz sotib beryapman, bo'ldi aka. Egasi boshqasida. Ha, lekin olaman deganlarga auksionda qo'ylari ham bor. Nima bu? Auksionga chiqadigan qo'ylar ham bor. Ha, yana o'zlarining zo'r qo'ylari uylarda. Uylari qayerda? Menda kaliti menda-yu. Qayerda uyinglar? 93lik 051 26 22. Bu ismingiz kim? Usmonov deb qo'yarasiz. Usmonov aka. O'zlarini xudo xolasa qo'ylarida, qo'ralarida chempionlari bor shu-yerda, chempion zo'rlari bor ekan. 107, 110, 170 kiloga vazni bor. Bor qo'shib. Zotga sotiladi. Sotiladi. Действительно zotga lineykasi chiqqan. Qoni toza, zot olaman degan akalar bo'lsa, xudo xolasa aka charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersang, kuninglar xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum, tog'a, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchamay keldingizmi ulug' ayyom kunlar bilan? Qo'shqor olib keldinglar. Boqaman deganga yosh qo'shqor ekan, qo'zi qo'shqor. Bu qancha so'rasiz bunga? Qancha narx qo'ydinglar? Oldingizmi? Akamiz olibdilar, xudo xohlasa 5,5 millionga baraka bo'ldi. Akamiz olibdilar. Ismingiz kim? Odiljon akamiz olibdilar aka, baraka toping. Iloyim olgan ham, sotgan ham baraka topsin. Iloyim charchamanglar. Xudo boqishi ham aka, xudo xolasa. Charchamanglar, sog' bo'ling aka. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube chanoz obunachilari. Bugun 2026-yil 25-fevral haftani chorshanba, Toshkent shahar Yangi Hayot tumani, Choshtepa MFY, Uzar ko'chasi, Karmaga xonadonlar keldik. Aka, bu yerda hurmatli obunachilar 20 bosh sovluqni zo'rla sotilyapti. Mana yo'lni bo'yida, asfalt yo'lda shunday kirgan akamizning xonadonlarga keldik mana. Bu xonadonga kelish uchun arendar aytamiz. 303-maktab yoki Flavdes Gordon Park yonida joylashgan akamiz xonadonlari. Bu xonadonda 20 bosh zotdor chempion qo'ylar sotilyapti. Uni yaqin videoda qilamiz. Ketdik birgalikda. Hurmatli obunachilar, kirib kelyapmiz qo'yxonamizga. Qo'yxonamizda xudo xolasa 20 bosh qo'y bor. Ular tuqqani ham bor, bo'g'azlar. Shuni yaqin tanishamiz, ketdik. Mana kirib kelyapmiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamasdan Haydar akam o'zlari akamizda xudo xolasa yaxshimisiz aka, charchamasdan. Kayfiyatlari ketdi aka. Qo'ylarni yaqin tanishtiramiz. Bu tomonga qo'yxonamiz aka. Keling aka. Hurmatli obunachilar, mana keling. Akamiz o'zlaridan 20 bosh aka bu yerda? 20 bosh. 20 bosh. Qayerdan olib kelingan qo'ylar akajonim? Qashqadaryoda. Qashqadaryoga borib, o'zingiz olib kelingan, tanlab, ko'rib, tekshirib olgansiz hammasi. Hammasi. Mana hozir ham Sog'lom. Keling mana. Akalar mana qiziqqanlar uchun qo'ylarning zo'rlari, chempionlari mana qo'yxona turibdi. Jami bu yerda 20 bosh, to'g'rimi aka? 20 bosh. 12 tasi уже tug'ilgan. 12 tasi mana akajonlar qo'ylarni qarang, qo'zlarining go'zalligini qarang mana. Mana akalar mana. Voy jonivorlarni qarang. Toza hisorlar aka bular. Toza atrezlarni qarang, dumbalarni qarang. 12 ta qo'yimiz hozir tug'ib bo'ldi, to'g'rimi aka? Mana 12 bosh. Yana 8 tasi xudo bugun erta tug'ish arafasida. O'tlar solamiz, yedirib ko'ramiz aka. Hurmatli obunachilar, qo'yish bozori qo'yib olaman deganlar Qashqadaryoga bor, G'uzor tumanidan borib akamiz o'zlari tanlab olib kelingan qo'ylar. Qo'ylar sog'lom, tanijoni sog', yeb-ichlari zo'r. Mana ko'ryapsiz, yillari katta, oyoqlari butun. Mana o'tlarni yeyishni ko'rasizlar. O'zingizlar bir interes qilib yeyishni ko'rasizlar. Qarang, ishtaha o'sha qarang. Vaka asosan bular bu yerda kunjara bor. Mana kunjara, jonivorlarni qarang, yeyishini qarang mana. Voy jonivorlar. Mana qiziqqanlar, ishtaha uryapti. Ishtahalar zo'r ekan aka. Ishtaqalar juda ham zo'r. Ishtahalar Yaxshi yeydi, yemaydi. mana bir xil xudo xohlasa o'zlari borib tanlab olib kelgan qo'ylar. Aha. Bu olib kelinganda bo'g'oz bo'lganmi aka? Bo'g'oz olib kelingan. O'zlari tanlab olib kelgan ekanlar. Bo'g'oz qo'ylarni 20 bosh, undan 12 tasi o'qdimi aka? 12 Mana tasi. qarang, mana. Voy jonivor. Qolgan hammasi Mana. qo'chqor. Ha, 12 ta qo'yimizdan qo'zlardan 3 tasi urg'ochi, to'g'ri, qolganini qo'shqor tug'ibdi. Mana. Mana.
Mana bu qo'chqor qo'yilgan. mana $1000 qo'shqor bolalarmi deyman aka? Mana 1000 dollarlik qo'chqor qo'yilgan. ko'ryapsiz, mana aka o'zlari Bolalarni qarang, mana. Voy jonivorlarni qarang. Vahshiy boshqacha-ku ular. boshqacha. Olgan odam baraka topadi. Baraka topadi, xudo xohlasa. Qo'yxona ko'ryapsiz aka, haqiqatdan Rizochilik bilan. xudo o'zlari olib kelib, o'zlari boqqan ekanlar. Xudo ozgina biznes ishlar boshlabdilar, shu jarayon sotadigan bo'lib qoldi. To'g'rimi aka? Okalar mana ko'ryapsiz, ishtahasi uryapti. Ishtahasiga bir hafta o'tmay javob beriladi deybichi, aka. Bundan muammo yo'q mana. Voy jonivor. Mana. Qaysi bir akajon? Mana. Kecha kechqurun tuqqan. Bugun tug'ildi. Mana bugun kechqurun tongotari tug'ilgan, mana bu yangi tug'ilgan mana. Voy jonivorlar qarang. 12 tasi tug'ib bo'ldi. 12 tasi tug'ib bo'ldi. Mana yana 8 tasi qoldi. 8 tasi qoldi, hammasi bo'g'oz. Mana bu qarang, mana bu qarang. Mashhur shu qarang. Turishini qarang, mana bu qarang. Voy jonivor. Okalar, bu akamiz shunaqa odatlari bor ekan, odatlari bor. Hammasini erinmasdan uzi olib kelib, ha? O'zlari tekshirar ekan. Uzi bo'g'ozligi aniq. Mana 8 tani ham tekshirtirganlar. 20 tani hammasi tekshirib o'tgandan keyin bo'g'ozligi aniq bo'lgandan keyin, to'g'rimi aka? Mana. Akam u soatlar yuring ko'raylik. Voy jonivor. Mana. Yeyishi gap bo'yi zo'r yeyapti aka bular. Mana. Ko'ryapsizlar. Mana u jonivorlar. Qarang, ana qarang. Voy jonivorlar. Aka bu zo'r boqilar ekanda bu. Bu atko'rishni ba'zi hammasi bor ichida, sovuzi bor. Ichida kunjara, shurut, somon, beda, hammasi mayda berar ekansan. Yelong'oq, mana qarang yeb o'tgansan. Ishtaha bo'lyapti bular aka. Qo'ttasi, mana qarang. Ichkari kirsak bo'ladimi? Mana kirsak bo'ladi mana. Uzun narsa okalar, ham uzun. Ham yirik. Mana. Ham uzun narsa, ham yirik narsa. Bolalarni ko'rsa, biri-biridan zo'r bolalar mana. Bolalarni zo'r beribdi aka. Bolalarni yaxshi berdi. Bolalarni bor-ku, xudo xolasa, okalar 3 oy to'la yesa, bolasi o'zi 3-4 million ketadi aka, indamasdan. Mana. Ko'ryapsiz, kirib ichkariga kirib ko'ryapman mana, bolalarni qarang, o'ynoqlab yuribdi. Mana. Okalarim mana qiziqqanlar bo'lsa, qo'y olaman deganlarga, qo'y boqaman degan akalarimizga qo'ydi saralari zo'rlar ham kech kerak. O'zi bor tanlab olgansiz, to'g'rimi aka? Borib tanlab bitta. Orqalaman. Xusori qidirganlarga xusori qo'ylar, tuqqandek ozgina vez tashlabdi bular. Ha, tuqqandek ozgina vez tashlagan, endi bu yoqqa ozgina boqilsa, xudo xola o'zini vezni tiklab oladi. Mana. Olgan odam baraka topadigan qo'ylar. Okalar, mana ko'ryapsiz, o'zingizlar kelasizlar, yana bir ko'zmi guvoh bo'lasizlar, ko'zingizlar bilan. Mana. Taglari quruq, yebishlari zo'r, tana joni sog'. Voy jonivorlar. Olgan odam baraka topadi aka bundan. Olgan odam xudo xola baraka topadigan qo'ylar ekan. Gap yo'q ekan. Mana bu yoqqa o'taylik. Oxirlar zakaz ekan, oxirlar olib kelib qo'ysa. Mana akalarim mana. Bu yoqda tashqarida ham ikkitasi yuribdi, akalar mana. Ko'ryapsizlar? Ha, mana bu katta qo'yda qarang, katta qo'y. Mana. Suvagi buzuqda katta qo'y, aka. Olgan odam maza qilib boqadigan qo'ylar ekan mana. Qo'ylar qo'yxona joyi keng ekan, aka. Aka, xudo xohlasa 20 bosh sotiladi, hammasi bir joyda, ona bola hammasi to'g'ri quyuq suv. Aka, bularga eng mana bolalarni qarang, haqiqatdan. Bular eng oldi qachon tug'ilgan? Eng oldi. Oldi 13-da. Oldi. 13-fevral kuni tug'ish boshladi aka. 13-fevral kuni tug'ish boshladi. Mana qarang. Voy jonivorlarni qarang. Bolasini chiroyli akalar mana. Bashi chiroyli tug'ibdi aka. Mana qarang. Mana bashi chiroyli qo'y qarang mana. Okalar haqiqatan yirik qo'ylar shetda ekan. Toza xusori. Mana chiqyapti akalar. Mana kashtar ranglar chiqyapti, kashtar rang. Simjun kashtar ranglar bor ekan ichkarida. Mana o'zingizlar ko'ring, o'zingizlar guvoh bo'ling. Yirik qo'y olaman deganlar, zotga boqaman degan akalar adashmaysizlar, kelib o'zingizlar xudo xolib ko'rasizlar, guvoh bo'lasizlar. Chiqaravering. Haydang aka. Voy jonivorlar, bolalar olib ketdi, chiqmayapti. Mana. Voy jonivorlar, chiqaverin. Mana. Mana bu kattaligini qarang, mana bu qo'yni. Karabil aka, mana bu qarang. Mana. Vashshi katta qo'y. Gap yo'q aka. Mana. Bu yerda xudo xolasa hozir 32 boshmi? Jami bosh qo'y sotiladi ana hozir bu yerda. Yana tug'adigan 8 tasi bilan o'sha 40 ta bo'ladi xudo xolasa aka bu yerda. 40 bosh qo'y bo'ladi. Tez kunda tug'adigan sog'lom qo'ylar mana. Mana bolalarni qaranglar, mana. Oy, mana akalarim. Mana qarang mana. Aka bularga Haydar aka,
Bularga qancha narx qo'yamiz aka? Mana masalan keldi, ko'rdi, qo'yiz yoqdi. Ko'radilar. Ne aylantirib boqib, yurgizib ko'radi, keyin aka bu qancha narx qo'yamiz aka? Bu shu oylik ayting. Ko'tarasiga olsa toza 6,5 ga berib yuboramiz. Akalar mana ko'rib olsa puli yengil. Akalar bular aka olib sotarmas. Bular tirikchilik uchun emas. Bular dehqon odam. Bular akalar yaxshi insonlar. 6,5 bo'lsa, xudo xolasa bir joyda ko'tarib savdo bo'ladi aka. Kelib saralab olaman, yo'q, menga ham 4 tasi yoqdi desunda, ozgina Ozgina o'sha 6,5 ga chiqishi mumkin. Mana bu ona bolalar aka haqiqatdan ham mana 7 dan baland qo'ylar mana. Bozorlarda ham ko'rib olsizlar. Va chiroyli, mana cheka turganimi? Qarang mana. Yo'q, mana. Ha, bo'ldi. Mana. Voy jonivorlar qarang mana. Mana. Demak, okalar, qiziqqanlar qo'yish bozlari, qo'ylarning narxi 6,5 milliondan ko'tarib savdo qilishasizlar. Agar mabodo tanlab olaman, bitta olaman, ikkita olaman deydigan bo'lsa, sal narxda o'zgarish bo'ladi. To'g'rimi aka? Ozgina 6,5 ga chiqishi mumkin. Sababi endi zo'r tanlab oladi, tanlagan odam aka. Tanlagan odam zo'rni olaman. Mana qarang mana buni. Mana. Qo'chqorni ham o'zimiz olib kelib, ichida yurgan, keyin uchun ajratib oldik. Ha, aka o'zlari zakaz qo'yib olib kelgan ekanlar. Shu qo'ylarni qo'ygan paytda zakazlari qo'yilgan ekan. Katta qo'chqorlar. To'g'rimi aka? Ishonch bilan aytishadiki, sababi ertaga bu qo'zilar ham O'zingizdan ma'lum qo'chqor. mana qo'zilarni qarang. Vash chiroylilar. Oy jonivorlar qarang. Yurishini. Mana. Qiziqqanlar bo'lsa, qo'ylarni ko'rib olsa, qo'zilarni ko'rib olsa, biri-biridan zo'r qo'zilarimiz shu yerdan. Qiziqqanlar uchun olaman deganlarga, akalarimizga, ukalarimizga, qo'yish qozlariga telefon raqamini eslatib o'taman. 94lik 630 7108 Haydar aka bu. Karim akam nomerlari 90lik 350 50 81. Telefonlar 24 soat ishlaydi. 7 kun xudo xolasa kelib yoqtirgan akalarimiz, ukalarimiz o'zingizlar bir ko'l guvoh bo'lasizlar. Qo'ylarni zo'rini tanlab, tekshirib, yurgizib, bir joyda olgan odam yutadi aka. Bir joyda olgan odam bo'lsa, baraka topadi. Chunki bu qo'ylar yeyishini qarang. Mana. Bironta kasalga bunaqasi yo'q. Hammasi sog'lom, tani joni sog'. Bozorga borishmagan mana. Gap yurishini qarang mana. Voy jonivor. Gap o'laga. Mana. Yeyishlari aytayman, asosan farq shunaqa edi aka, 2 mahal. 3 mahal mana shunaqa. At ko'rmish emas, zo'r ekan haqiqatdan. Hammasi aralashtirib berishar ekan. Qo'ylar yeb kim yotadi deng. Mazza qilib o'tishadi. Baramaydi. Shu baramasligi uchun yutdi. Uyim joyim degan qo'ylar mashta ekan aka mana qarang. Xudo xohlagan baraka topadi. Hurmatli obunachilar, hurmatli qo'y shovrash bozlari, qo'y bilan biznes qilgan akalarimiz bo'lsa, kelaverasizlar. O yaltirashlar qarang chiroyli, ona qarang. Qo'ylar yaltirab turibdi, uzoqdan bilan turibdi aka mana. Ha? Bu gap bo'lishini ko'radi. Barchani kutib qolamiz, hurmatli obunachilar, kelinglar, savdoni qilamiz, xudo xolasa. Nomerlarni qoldirdik. Haydar aka o'zlari chetdalar, Karimboy akam bilan birgalikda maslahatlashib, chiroyli savdo bo'ladi aka bu yoqqa. Aka charchamanglar, sog' bo'ling, kuninglar xayr bo'lsin. Ha, kelgan odam baraka topadi, xudo xolasa. Charchamanglar aka, kuninglar xayr bo'lsin.